در دام یک ماه با کانال تلگرامی ما از جانب شهروندان دایر به گرفتن پاسپورت سرخ زیاده از 100 عدد مراجعت آمده رسیده است و اکثریت شهروندان از آواره‌گری و سرسانشوی ها شکایت کردند. ما در اساس مراجعت اهالی به شعبه کارهای داخلی رفتیم، امروز حالت را آموختیم. از 1 ینوری سال جاری بشناسنامه سرخ از حدود کشور بیرون برآمدن قطعا منع کرده شده است. از بس که فرصت آمده رسید، امروز آدمان در تلاش گرفتن پاسپورت سرخ یعنی زگرم پاسپورت می باشند. از این رو شعبه کارهای داخلی ناحیه هر روز پرپور آدم بوده. بعضا بین شهروندان و خادمان نافهمایی ها و حالت های با آواره‌گری ها راه دادن به نظر رسیده است. از ما در اساس مراجعت شهروندان برای روشنی انداختن به این مسئله امروز به اداره شعبه کارهای داخلی رفتیم. حاضر mana oxirgi paytda mana kechadan oldingi kuni 3,5 mingta pasport kelgan. 3,5 mingta pasport kelgan. Hozir mana shu xalq barobar pasport olgani ham kelyapti. Screenshot mana xalq davlat xizmatlariga qo'yganimiz, mikroavtobusda aylanganimiz 12 mingga yaqin odamlar rasmga tushirgan. Ular uspet xizmatidan borib viloyatda boshqa tumanlarga berdi. Ular screenshotini chiqarib berdi. Screenshot mana kecha keldi. 3,5 mingdan ortiq screenshot keldi. Sababi hozir mana shu screenshotni olib, kvitantsiyasini olib, pulini to'lamasa pasport chiqmaydi. Pulini to'lagandan keyin mana 5 minutdan keyin u ko'rinadi, pasport pechat qilishni boshlaydi. Bizlardagi hozir mana shu ozgina muammo bo'lgani, xalq kutib qolgani, bir oydan bir xillar bir oyga yaqin kutib qoldi. Mana shu screenshotlarimiz mana kecha kechqurun keldi. Pasportini stol xodimlari 6 ta bo'lsa, men hozir bugungi kunda 26 ta xodimlarimni shu yerga qo'yganman. Yordam berib uspet qilmayapti. Uspet qilmayapti. Chunki xalq barovariga kelyapti. Rasmga tushgani ham kelyapti. Screenshot olgani ham kelyapti. Pasport olgani ham kelyapti. Boshqa masalalar bo'yicha, propiska, ro'yxatga turish, boshqa masalalar bo'yicha, fuqarolik olish bo'yicha kelyapti-da. No hozir mana bugungi kunlarda zarur mana studentlar bor, kasallar bor. Shularni tezroq chiqarish uchun bular mana propiskalar sal sabr qilsa bo'ladi, bir hafta 2 hafta sabr qilsa bo'ladi. از روی نقل سرور شعبه کارهای داخلی تا این دم 27,000 نفر شهروند برای پاسپورت گرفتن به صورت رفتند و از آن 21,000 نفرشان الکی پاسپورت را گرفتند. اهالی امروز اساساً از نوبت‌پای اعتراض کرده ایستاده است که ما برای حل این مسئله الکی به ولایت مراجعت کردیم و امروز اسکنه‌های علاوگی به ناحیه آورده می شود، گفت سرور شعبه کارهای داخلی ناحیه سوق قاسم جان رحیم بردیو ضمن صحبت با ما. Hozir viloyat rahbarlari ham hozir bugungi kunda yetkazib beramiz bitta apparat dedilar. Qo'shimcha apparat, uni hozir unga kabinet bo'shatib qo'ydim. Qo'shimcha sharoit yarataman. O'sha yerda katta kabinet, katta zal ajratdim. O'sha yerda qo'shimcha apparat ham oladi. ID kartaga ham. Mana men bu yildan boshlab ID kartaga o'tdik. Endi kimni pasportini olish muddati kelsa, almashtirish kelsa, yangi pasport keladigan bo'lsa, pasport emas ID karta oladi. از آن روزی که شما برای گرفتن پاسپورت مبلغ معین شده را به بانک می سپارید، در مدت 10 روزی کاری پاسپورت را خواهید گرفت. اما امروز دانشجویان در خواطر می باشند که تا تیار شدن پاسپورت اگر تحصیل آغاز شود آنها امکان به دانشگاه رفتن را ندارند، زیرا سوخ ناحیه انکلاف بوده. برای به دیگر شهر و ناحیه های کشور سفر کردن البته پاسپورت سرخ لازم است. سرور شعبه کارهای داخلی هنگام صحبت به این مسئله نیز ایستاده گذشت. bizga kelib tushayotgan murojaatlar asosan oliygohlarda o'qiyotgan talabalardan bo'lyapti. Ular aytayaptiki, hozir oliygohga menga ham juda ham ko'p murojaat bo'lyapti. Hozir kechasi yig'amiz. Men aytdim, talabalarni alohida qilib ro'yxat qiling, sababi ular chiqib o'qishini davom ettirish kerak. U ham muammo bo'lmasligi kerak. Kasallar ham bor buning ichida. demak hozir rasmga tushgandan so'ng bankaga topshiriladigan pulni hujjati joyida berilyapti. Hozir naqd rasmga tushdimiz, joyida beryapti. Uzoq bilan tez bo'lyapti ham. Ayrimlar bir haftada bo'lyapti, ayrimlar 10 kun, 12 kunda bo'lyapti. Qo'shimcha uskunalar kelsa bu holat takrorlanmaydi, yengillik bo'ladi. Xudo xolasa mana bugun hozir abitgacha kelish kerak edi. Mana hozir bugungi kunda 27,500 ta rasmga tushirdik. 21,000 pasport tarqatdik. Shu kungacha. Ha, 21,000 fuqaromizga pasport tarqatdik. Mana hozir bugungi kundan kelgandam 3,000 dan ortiq, 3,600 qancha ham, 3,5 mingdan ko'proq
pasport kelgan. Mana hozir albattagacha tarqatgan bo'lsak bir 300 ta 400 ta tarqatdik. تا حال در شعبه کارهای داخلی در یک روز 120 نفر به صورت میافتیدند و از روی نقل سرور شعبه کارهای داخلی بعد آمدن اسکونه‌های علاوگی از ولایت در یک روز 250 نفر در شعبه کارهای داخلی برای گرفتن پاسپورت به صورت میافتند و برای سپردن مبلغ به بانک حجت‌های لازمی در جایش در حال داده میشد و دیگر به آوارگری ها راه داده نمی شود.